Ramazonda yotishdan oldin ro'zaga niyat qilib, saharlikka turmasa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Saharlikka turmasdan, ya'ni saharlik qilmasdan ro'za tutish bilan u ro'zasi ro'za bo'ladi. Lekin bu kishi ya'ni bitta sunnatni bajarmagan, bitta sunnatni tark qilgan hisoblanadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadis shariflari bor. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan deydilar. Saharlik qilinglar, chunki saharlikda baraka bor deydilar. Mana shu hadis sharifga muvofiq ulamolarimiz saharlik qilish kerak ekanligini, saharlik qilishni, ya'ni bir qancha fazilatlari bor, barakalari borligini tavsiya qiladilar. Demak, hammamiz mana shu Rasulullohning tavsiyalariga amal qilib, imkon qadar saharlik bilan ro'za tutishga harakat qilishimiz kerak. Mabodo endi saharlikda uxlab qolib saharlik qila olmadi yoki kechasi niyat qilib olsa, bu bilan bitta sunnat amal tark bo'ladi-yu, lekin uni ro'zasi ro'za bo'ladi. Uni hech qanday qazosini tutish vojib bo'lmaydi. Vallohu a'lam bis-savob.